Tushda quloqchin, naushnik ko'rishning ta'birlari. Axborot va yangiliklar. Quloqchin ko'rish kimdandir yoki nimadandir yangilik eshitishga tayyor ekanligingizni bildirishi mumkin. Yaqin kunlarda muhim xabar yoki sir ochilishi ehtimoli bor. E'tiborsizlik va chetlanish. Agar tushda quloqchin taqib olgan bo'lsangiz va atrofdagilar bilan gaplashmagan bo'lsangiz, bu hayotda kimningdir gapiga e'tibor bermayotganingizni yoki odamlardan uzoqlashayotganingizni anglatishi mumkin. Ruhiy osoyishtalik. Agar tushda musiqa tinglayotgan bo'lsangiz, bu ichki tinchlik va hayotingizni muvozanatga keltirishga intilayotganingizdan dalolat beradi. Muammolardan qochish. Agar quloqchin orqali nimanidir eshitmaslikka harakat qilsangiz, bu siz haqiqatni qabul qilishdan yoki muammolar bilan to'qnash kelishdan qochayotganingizni bildirishi mumkin. Yangi imkoniyatlar. Yangi va sifatli quloqchin tushda ko'rish, yaxshi yangiliklar, ijodiy imkoniyatlar va foydali tanishuvlar belgisidir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.